Assalomu alaykum. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Hafta kuniga seshanba 2026-yil 9-iyun biz yana o'zimizning xonadonimizdan video syomkalarini boshladik. Manzillarimizni eslatib o'tamiz. Namangan tuman Tepaqo'rg'on qishlog'ida. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, ekraningizda o'ng tomonidagi obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, biz qo'yayotgan videolarni birinchilardan bo'lib kuzatib borasiz. Videolarimiz boshida eslatib o'tamiz. Videolarimizda kamchilik, xatolar bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Demak, boshladik. 15 ta 16 ta xunojin novoz aralash keldi. Hozir shularda hammasini video obzorini qilib beramiz. 7 ishchi sog'liklarini Xudo xolasa sinovdan o'tdi, hammasi yaxshi. Ko'rib turibsizlar. Novvochalar bor, xunojin, mayda, katta yemlaydigan har xilidan kelgan. Hozir birma-bir hammasini narx-navosi, bo'y bastilari bilan tushuntirib o'tamiz. Videolarimizga bittadan like bosib, kommentariy yozib, kanalimiz podpishka qilib turasizlar. Xudo xolasa kundan kunga obunachilarimiz ko'payib bormoqda. Orqa tomondan ko'rinishi, hammasini orqa oldi kelishgan, xudo xolasa kamchiliklari yo'q. Bo'y bastilari ham. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga aloqaga chiqishlari mumkin. Tashqarida ham bor, hozir ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Keyin bafurcha narx-navolarni aytib o'tamiz. Vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo tekin. Nechta olsalaring ham, bitta olinsa ham, ikkita olinsa ham, 10 ta olsa ham vodiy bo'ylab dastlabki xizmatlari bor. Boshqa viloyatlarga ham bor, faqat kelishilgan hollarda. Sababi narxlarni ilojini boricha qo'ldan kelganicha yo'lida qilib chiqarib berishga harakat qilinyapti. Shuning uchun dastlabki xizmatlarni boshqa viloyatlarga kelishilgan hollarda qilib beramiz. Sigir qilib olaman, yetalab yuraman deydigan odam bo'lsa, mana shu xonachillarni tavsiya qilamiz. Yoshlari ham hamma yosh, oyoq qo'li uzun kelishgan buzoqlar. Mana bu yerda bitta shved xonojinimiz bor, bo'ylari 1 metr atrofida. Ayiq polvon sortida. Hop, narx-navolarni birma-bir shu tomondan boshlayveraylik, nari tomondan tugatamiz. Xudo xolasa ko'p kutilmagan holda. Mana shveddan boshlaymiz. 7 ishchi sog'liklari zo'r, oyoq qo'li uzun bo'ladigan narsa. Xo'p, narxi keladigan bo'lsak 11.600.000 so'm qilib beramiz. Ko'rib turibsizlar molni. Hamma yo'g'i joyida. Bo'ylari 1 metr, mana shu nojinda 7 ishchilari zo'r. Buni ham vodiy bo'ylab hammasini ham dastlabki xizmatlari bor. Hop, 11.200.000 so'm. Narxi keladigan bo'lsak 11.200.000 so'mga qilib beramiz. Qiziqqanlar ekran ostidagi nomerga aloqaga chiqishlari mumkin. Hop, mana bu olig'inojin. Bo'ylari 1.5 chiqadi, birdan baland. 1 metrga olaveringlar. Narxi keladigan bo'lsa, bunisini 11.400.000 so'm qilib beramiz. Hammasi mana somon yeyotibdi, somon deb hali ko'pga tushmagan bular. 11.400.000 so'm. Mana bu shvedchamiz bor, mana bo'ylari 95 1 chiqadi. 10.200.000 so'm narxi keladigan bo'lsa, 10.200.000. Yonidagisi ham xuddi shunday narx. Dastlabki xizmatlari bilan. Bo'ylari 1 metr chiqadi, mana shu qorani ham. Hop, mana bu gibrid xunojinimiz bor. Oyoq qo'li uzun bo'ladigan narsa. 11.5 million so'mga dastlabki xizmatlari bilan qilib beramiz. Buni ham 7 ishchi sog'liklari zo'r, sigir qilib olaman degan odamga mana shu molni tavsiya qilamiz. Haqiqat. Bu da boshqacha narsa. 95 sm mana bu nojinimiz. Buni ham 7 ishchi sog'liklari yaxshi, kamchiliklari yo'q. 10.200.000 so'm qilib beramiz. Dastlabki xizmatlari bilan. 11.600.000 so'm, bo'ylari 1 metrdan oshiq. Mana shu nojin ham o'ta boshqacha narsa. Hozir qanday ko'rinyapti, qanday yo'q. Kalla oshlari ham o'ta kelishgan. Sigir qilib olaman degan odam bo'lsa, mana shu mollarni tavsiya qilamiz.
Hop, bularni birma-bir narxlarini aytib o'tdik. Hop, bu tomondan boshlaymiz. Birinchida turgan olahunajinimiz bo'ylari 95 bir atrofida. Narxi keladigan bo'lsa 10 million 600 ming so'm. Mana bunisi ham shunaqa 91 metr chiqaveradi bunisi. Bunisi unga qaraganda etlikroq. Hop. 11 million 300 ming so'm qilib beramiz bunisini. Jup olsalaring ham yaxshi variant, lekin ikkalasi ham bir xil. 11 million 300 ming so'm. 1.5 chiqadi mana shu nojinimiz. 1.5 chiqadi bo'ylari, 7 ishtilari ham zo'r, oyoq qo'l uzun variantidan 12 million 200 ming so'mga dastlabki xizmatlari bilan qilib beramiz. Novvoschamiz bor, 1 metr bo'yi, bu ham zo'r, 7 ishchi o'zimizning mesni mollardan. Bo'ylari 1 metr. 13 million 800 ming so'm. Hurmatli obunachilar, kimga mana shunaqa novvos kerak ulardan bo'lsa tavsiya qilaman. Mana bu yerda ikkita novvoschamiz bor, toza qirg'iz. Nabız qirg'iz, narigisi o'zimizning mesni mol. Bo'ylari 1.5, 1.10 sm chiqadi. Narxi keladigan bo'lsa 15 million 300 ming so'mdan xayriga o'tib beramiz. Mana bular o'zimiz boqayotgan nojin novvoschlar. Shuning bilan bugungi video syomkalarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yaxshi kunlarda uchrashlik sizu bizlarga nasib qilsin. Xonadonlaringga qilayotgan ishlaringga Allohdan fayz baraka tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Videolarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, kanalimiz podpishka qilib, mana shunaqa xunojin baqaman, novvos baqaman deydigan do'st birodarlarga podpishka qilishni unutmanglar.